Akalar mana Qurbon hayit boblaridan keldi mana. 60 kun boqasiz. Semiradi, tayyor bo'ladi. Assalomu alaykum. Akalar, YouTube ishqibozlari, Qo'chqor ishqibozlari. Mana YouTube kanalimizga ham mana anchadan beri videolar joylamayotgan akalar mana bugunna akamga zo'r qo'chqorlar kelibdi. Yaxshi semiz, yemini yeb turgan. Mashalloh. O'zim akam xonadonlarida qo'chqorlarni mana video qilyapti Jahongir akami. Jahongir aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamay. Aka, qo'chqorlar zo'rini olib kelib qo'yibsiz-ku. Dumbasi kichkina, Go'zallaridan. yemlaydi xonasida. Akalar yemini yeb turgan mana o'sha to'lovlarida kelibdi. 60 kunda tayyor bo'lgan variantlari kelibdi mana aka. Dumbalari kichkina, bitta-ikkitasidan mana bunaqa dumbalari sal kattaroq, lekin aksariyat 90% ni dumbasi kichkina. Akalar, Go'shtdor. bugungi qo'ylarimiz nechta aka? Bugungi qo'ylarimiz 40 ta bor. 40 ta qo'y chiqaramiz. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Bu partiyamiz son nechta aka? 20 dona. 20 dona. Bir dona mana shoxlisidan bo'ling akalar. Qurbon hayitiga o'ta go'zal bo'ladi mana. Boqinglar tavsiya qilaman akalar. Pullar asosiysi yengil. Puli arzon. Puli arzon. Jahongir akamni taniganlar juda yaxshi biladi. Jahongir akam shu taroziga berish bo'yicha chempion bo'ladilar. Qo'ylar taroziga qo'yib berish bo'yicha. Jahongir aka bugun ham taroziga beramizmi qo'chqorlarni? Qo'yib beramiz. Hammasini qo'yib beramiz. Bo'ldi mana. Akalar, taroziga mana qo'ylar kamayib ketgan paytda Jahongir akamda doim bo'lgan. Akalar, aloqa hech qo'rasizlar. Ha, oldi tish buzyaptimi? Ha, keti 2 oy 3 oyda buzadi hammasi. Qurbon hayitigacha buzib bo'ladi. Xudo xolasa. Yoshiga to'lib bo'lgan bu qo'ylar. Yoshiga demak 2 oyda tish buzib bo'lar ekanda 90%. 90% buzib bo'ladi. Bemalol Xudo xolasa akalar, keyin Qurbon hayitiga o'ta hadavoy 45 kilo, 40 kilo shuni atrofida qo'ylar bo'ladi Xudo xolasa. Hozir ham shu holatda akalar 60-65 kilo jivoy besdagi qo'chqorlar. Mana qo'chqorlarimiz. Oldilaridan mana. Mana akalar 85-86. Qo'l 2 santimetr. Qo'lda o'zini zavatskoy doston. Akalar 85 plyusga olaverar ekansizlar akalar. 85 ustida ekan. Jahongir aka endi asosiysi shuncha maqtaganimiz bilan narxida buni. Narxi arzon. Narxi nechi pul aka? Hammasini bir joyga olganga. Toshkentgacha dastlabki qilib beraman. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyat bo'yicha 4 million 800 ming so'mdan qilib beraman. 4 million 800 mingdan aka. 4 million 800 ming. Aka, misol kanalimizni yangi ochganmiz, obunachilarimizga tarozigachi. Taroziga qo'chqorlar qani, polvonlar. Maşallah. Taroziga Quvonjon 78 ming so'mdan qilib beraman. 78 mingdan taroziga. Ha. Hammasini. Maşallah. Akalar 80 ming, 85 ming, 82 ming o'zim ham chiqaryapman. Ko'ryapsizlar Instagramda. 78 mingdan hali qo'y chiqarganimiz yo'q. O'tgan safar ham chiqardik, Jahongir akam o'zidan chiqardi 78 mingdan. Akalar ikkita odam olib qo'ydi. Tavsiya qilaman lekin. Realniy narx Jahongir akamda prosmotr uchun yoki haligi подписчик uchun emas. Jahongir akamda realniy bori narxi bo'ladi. 78. Borini gapiradilar. 4 million 800 mingdan mana oyog'iga, optimiga. Jahongir aka misol hammani ham aka optim olgani sharoiti yo'q. Aka bitta ikkita olaman deganlargachi. Xo'p, bitta ikkita olaman deganlar 5 milliondan tanlab olib ketishaveradi. Bir dona olsa ham 5 million. Ha, tanlab olib ketishaveradi. Dastavkasichi aka. Dastavkani olib ketishaveradi o'zlari. 5 millionga o'zlari tanlab dastavkasini agar 3 ta 4 ta bo'lsa aka ichida qilib berasiz. Bo'ldi akalar mana. Agar kichkinasini chiqarib bersa 4 million 600 ming so'mni o'zim 4 million 600 mingni o'zi chiqarib beraveradi. 200 mingdan farq qiladi xullas. Akalar tavsiya qilaman lekin narx o'ta yengil bo'ldi mana. 4 million 600. Haqiqatda havolayim bor 4,5 millionni bir yilga 4 oy 5 oy. Shunaqa bir yilga qo'zilar chiqarilyapti. Misol o'zim ham chiqardim, kecha kuni sotdim ham. 3,5 4 million sut qo'zilar sotilyapti akalar. Yoshini hurmat qilib. Ha, olib sotardi yoki o'zim akamni tarafdori bo'lish emas. Realniy arzon qo'ydilar mana. Tavsiya qilaman lekin akalar. Bosoraygan joy keldi. Qurbon hayitiga 60 kunda tayyor bo'ladi aka mana. Agar tanlab olinglar. Quvonjon tanlab bir dona yoki 2 dona tanlab, taroziga qo'yib bering desa, 80 mingdan tanlab olib ketishaveradi. Bitta ikkitani ham 80 mingdan qo'yib beraverasiz. Optimiga 78 ming. Akalar o'ta yengil, zo'r narx bo'ldi. Tavsiya qilaman aka. Bosoraydigan joy keldi mana. Olinglar. Akalar 6 dona mana puli yengillardan chiqdi. Hozirgilardan kichikroqlardan mana. Lekin kichik bo'lib ham o'ta kichkina emas, mayda emas. 80 plus bo'ylari ham.
Shu veslar 55 kg atrofida, 50 kg ustida, 60 kg pastida. Shunaqami Jahongir aka? Albatta. 60 kg 50 bilan 60 ta o'rtasida akalar. O'rtasiga qo'shqonlar. Jahongir aka, Voy, bularni ham taroziga beramizmi? beramiz. 6 dona akalar. Mashalloh. Bir dona, 2 dona qashqasidan bor ekan, qolgani qora ekan. Bular ham semiz. O'shalar sherigimi Jahongir aka? O'shalar sherik. Yo alohidami? Yo, sheriga bitta. Sherik, faqat kichikroqlari. Ichidan kichkinasini ularga tiqmadim, ajratib qo'ydim. Akalar, dumbasi kichkina. Rosa Qurbon hayitga tayyor qilaman deganlarga tavsiya qilaman mana. Oltovi ham qo'chqor. Oltovi ham qo'chqor. Pichimi axtasi yo'q-a? Yo'q, unaqasi yo'q. Bo'ldi. Bular ham shu 10 oy tepasida qo'ylar, 11-12 oylik. Bo'ldi. Jahongir aka, bular narxi aka? Bular narxini bo'ladigan, qo'lga tegadigan 46 dan qilib beraman. 4 million 600 mingdan. Toshkentgacha dastavkasi ichida. Ichida 6 dan olgan odamga dastavka qilib beraman. Aka, tarozigachi? Tarozi 78 mingdan qilib beraman. Bulardan 78 mingdan ketaveradi. Ketaveradi. O'zi yengil, bitta odam olib qo'yadi bular. Bir uya 6 dona ekan akalar, tavsiya qilib qolaman lekin. Jahongir aka 4,5 milliondan tushmaydimi? Yo'q, o'sha qo'lga tegadigan 46 dan. 4 million 600 mingdan. Ha, o'zi dastavkalari, rasxodlar bilan bizga o'shani pul qo'yib. Bo'ldi, akalar tavsiya qilaman lekin mana. Inshaalloh. Hali bir xillar kommentariyada yozish mumkin-da. Tavsiya qilasan, talashmaysan. Yo'q, akalar. Misol videodan oldin haligi 8 minut ber, men tushib beray. Aka, misol Jahongir akamni taniganlar yaxshi biladi. Borini gapirib beradilar. Oxirini hali bir xillarga o'xshab 1 million narx aytib turib 500 ming o'tib beray, 300 ming o'tib beray emas, akalar, lekin realniy mana narx arzon bo'ldi. Tavsiya qilaman. Inshaalloh. 4 million 600 ming so'mdan oltovi bir joyga 78 mingdan taroziga. Jahongir aka tanlab olishchi buni. Bir dona olaman deysa buni ichidan. Bir dona olsami? Ha. 57 dan 47 dan o'zi tanlab Ha, 100 ming. 100 ming. 100 ming plus minusi bor. Ha, bo'ldi. Buni ham taroziga bir donaga beraverasizmi? Berilaveradi. Nechi puldan aka? Bu ham 80 mingmi? 80 mingdan tanlab kelishaveradi. Bo'ldi, akalar tavsiya qilib qolaman lekin. 80 mingdan taroziga bir donaga tanlab olishga 4 million 700 mingdan. Optimga 4 million 600 mingdan. 78 mingdan taroziga akalar, lekin narx arzon bo'ldi. Sut qo'zini narxida bo'ldi. Sut qo'zi belga. 60 kunda tayyor qilib yuborasiz aka. Oling, tavsiya qilaman. Akalar mana 9 dona sariqlaridan keldi mana. Akalar. Mashalloh. Go'zallaridan ekan u. Xudo xolasa. Jahongir aka, buning ichida Qirg'iziston qo'zlari ham bor shekilli. Bor. Mana. Oq quloq, oq tumshuq, oq ko'z. Mana. Orqasi ham tekis tikka. O'ta go'zallar. Razrezlaridan mana. Razrezli bo'lsin deyshadi-ku aka mana. Razrezlilardan mana. Bo'ylari shu 85 plus minus akalar. Joybeslari shu 70 kg atrofida shekilli qo'chqonlar. O'ta dikki ekan, sog'lom akalar mana. Jahongir aka, bularni yeb ichishi, tanijoni aka, variantlari bormi aka? Bir hafta sinab olishaveradi. Yeb ichishlarini? Ha, bemalol. Lekin akalar, misol o'zim ham qo'y chiqaraman, o'zim ham qo'y sotaman. Joniga 1 minut ham garantiya yo'q. Chunki o'zimiz ham jonimizga Allohning qo'lida. Ko'pchilikdan juda ko'p ishlar bo'ladi, akalar. Tanijoniga, yeb ichishiga, misol sog'lomligiga, cho'laqvasligiga, garang ko'rbasligiga sinovlari bo'ladi. Lekin joniga 1 minut ham garantiya berilmaydi aka. Mana. Bu qo'chqorda ham qara. Kallalari, o'ta go'zal ekan. polvon, to'shizuv qo'ydi. Akalar, tavsiya qilaman bularni boqib o'zim urug'qa shu 10 ta 15 ta sog'lig'i borlarga Jahongir aka tarbiyalab o'zim qo'chqor qilaman deganlarga ham tushaverar ekan. Nafaqat qurbonlikqa, balki urug'liqqa tarbiyalayman deganlarga ham chiqar ekan mana. Ichida bor. Oppoqlaridan bor ekan. Lekin ichida mana ularni qurbonlikqa so'ysa ham bo'laveradi. Lekin asosiysi qurbon hayitga ham zo'rini so'yaman deganlarga mana. Haqiqiy urug' boplarini ham so'yaman qurbonlikqa deganlarga tushiradigan variantlar ekan aka mana. Ko'ringlar. Jahongir aka, buni endi maqtaveramiz shu narxida aka. Necha pul narxi? Narxi bo'ladi 9 tani 5 milliondan qilib beraman. 5 milliondan. 5 milliondan. Endi aka, hamma ham olavermaydi Optimga. Lekin 9 ta bir uy ekan-u, shu bitta olaman degangachi aka. Tanlab olishga. Bitta ikkita zo'rini tanlab olsa 5,5 milliondan qilib beraman. Ha, ichida 5,5 millionligi ham bor. Chiqarib bersa 47 dan chiqarib beraman. Akalar, plus minusi mana 5,5 milliondan 4 million 700 minggacha qo'chqor bor ekan. Endi bu ham taroziga tushadimi aka? Qo'yib beraveraman, 9 dan olgan odamga qo'yib beraman. Hammasini Optim bitta olganga. Necha puldan aka? 80 mingdan. 80 mingdan. O'ta zo'r narx bo'ldi akalar. 80 mingdan mana misol urug' boplari ham, go'sht boplari ham hammasi bir joyga ketaveradi. 80 mingdan. Zo'r narx bo'ldi, tavsiya qilaman akalar.
Shu 11-12 oylik qo'chqorlar, shu 60-65 kilo atrofida. Taxminan. Endi tortib ko'rilmagan, taxmin misol tajribamizdan kelib chiqqan holda aytamizda. Bo'ylari shu 85 atrofida Jahongir aka. Shunaqa, 85 plus minus deng. 85 plus minus. Aka yana bormi qo'ylarimiz yo bo'ldimi? Bor, bitta ichida katta qo'yim bor. Ha, yana bor, bo'ldi. Hozir keyingilarni ko'ramiz akalar. Akalar, Jahongir akamni taniganlar biladi. Jahongir akamda velikan qo'chqor bo'lmasa bo'lmaydi. Jahongir akam ishlari asosan shu velikanlaridan mana. Qirg'iziston yopiq. Iloji yo'q bo'lmasam Jahongir akamda bo'ladi, velikanlari mana. Jahongir aka bular yoshlari qanaqa? Yoshi yosh. 3 yashar, 4 yashar, bittasi 6 yashar. 3 yashar, 4 yash, demak nimchori 4 yash, 6 yash. Endi bu eski akalar qo'zay kitish bo'lsa, aka kami 5000 bo'ladi-da. Bo'ylari ham shu 1 metrda atrofida shekilli. O'lchab qo'yamiz. Bo'ylarni ham bitta o'lchab beraylik. beraylik. Ko'rsatamiz. Akalar. Ushqorga baho beringlar-chi o'zlaring. Akalar, u metr bo'ladi mana, 1 metrlik. Mana. Junini bos. Es. 1 metr plus. Metr plus ekan. O'sha 6 yash. Ko'rsatishini. Mana qo'zishi. Tekka turib ko'rinmayapti. 6 6 yash. ga endi to'ldiryapti. Mana. Endi bunisini ko'ramiz. Buni tishini och. Yonidan ochgan. Tushungan odamlarga mana to'lmagan mana. Ikkitadan qo'zi tishi bor. Ikkitadan qo'zi tishi. 3 yashar. Nimchori. Bunga metr qo'yib bering aka. Akalar, yerda turibdi metrimiz, ko'tarib olingan yo'q. 90. 98, 97, shu salkam 1 metr. Olib kelgan. Jahongir aka bunga jun yopishtirib beydingizmi aka? Tulab, mashatada qoldi xolos. Bag'ani o'zi to'kib bo'ldi bu qo'y. Akalar, O'zi mana tulagan junni bilishadi, o'zi bilagan odam. juni olinmas ekan buni. Mana Ammo iligi mana qo'l. O'ta baquvvat ekan. Qo'lim ko'rinyaptimi? Iliklari juda zo'r qo'y. Tishini ko'rsating. Mana. Ikkitadan qo'zi tishi turibdi yonida. Ikkovidan. Bu ham nimchori ekan. 100 ikkitadan qo'zi tishi bor. U tarafida ham, bu tarafida ham. Mana akalar, dumbalar osilib ketmagan. Tekis tikkan narsa. Bu jun chiqib ketsa, mana yulinib ketsa, bari tekis bo'lib qoladi bu yerda. O'ta tikka qo'ylar ham yo'q qo'ydi. Tekis. Bor. 3 ta mana katta. Go'zallaridan mana. Qirg'izistonning talasidan tushgan qo'ylar shular. Talasdan tushgan. Akalar, toza talasdan. Hali sariq qo'y bo'lsa faqat Qirg'izistonniki bo'lavermaydi, lekin bular toza talasdan. Bilinib turadi o'zi. Jahongir akam o'zlar olibchilarlar biladiganlar biladi Jahongir akamni. Mana. Qo'chqorlarga bitta baho beringlar o'zlaring akalar. Jahongir aka endi narxi nech pul bo'lardi aka? Uchalasini bitta olgan odamga. Dastavkasi bilan Toshkentga kelsa 33 million qilib beraman. 11 million so'm. 11 million so'mdan. Aka, Taroziga tushadimi bu ham? Bular kelishamiz telefon. Kelishilgan holda aka. Akalar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar akalar, biz chiqarayotgan videolar birinchilardan yetib boradi. Mana qo'ylarni qo'yyapmiz, sotilib ketgandan telefon qilishyapti, qo'y ko'ruvdik deb. Nimaga obuna bo'lmayapsizlar akalar? Obuna bo'lib qo'yinglar. Biz chiqarayotgan videolar birinchida yetib boradi. Dumbalari zo'r, hammasini kelishgan. Tikka ekan uchalasi. Ular hammasi boladan chiqqan. Ha, ariq. Ha, ular yana bola, staji bor, bolaga qo'ydigan narsalar. Yoshlari yosh ekan. Bo'ylari shu 1 metr atrofida, 95 plus hammasiniki. Mana 1 metr plus chiqdi. Buni tavsiya qilaman lekin. Jahongir aka shu xolosmi? Shu xolos. Akalar, aloqaga chiqaringlar. Narxlar o'ta yengil bo'ldi, xudo xolasa. Bizni kuzatib borishdan charchamanglar. Biz ham sizlar uchun akalar xizmatdamiz. Qo'ylarni zo'rlanib chiqarishdan harakatdamiz, charchamaymiz. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastda raqamlarni qoldirib qo'yamiz.